أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد bugünkü dersimizin teması Amr ibn Ubayd vel Khalifatul Mansur. Vel Khalifatul Mansur debdi mi? Vel Khalifatul Mansur. Amr ibn Ubayd o'z vaqtidagi olimlarning birisi, Mu'tazila olimlarining birisi, Hasan Basrining shogirdlarining. Shu Vasil ibn Ataga o'xshash shogirdlarning birisi. Keyincha Vasil ibn Ataning shogirdi bo'lgan bo'lishi mumkin. Al Khalifa al-Mansur, ya'ni Abu Ja'far al-Mansur, Abbasilar xalifasining ikkinchi xalifa. Abbasilar davlatini mustahkamlagan mashhur xalifa shu. Abu Ja'far. Rawa Ishaq ibn al-Fadl al-Hashimi. Mush kishi rivoyat qilib dedi. Qala inni la'ala bab al-Mansur yawman. Man xalifa Abu Ja'far al-Mansurning darvozasida bir kuni saqlab o'tirgandim dedi. Yani bu darvoza burundan bir xalifaga unda muhofizatchi ya ish boqarman da bu narsa ishlatmaydi. Keyin bu davlat ishlar murakkablashgandan keyin xalifaning hojib, xas hojib deydi. Xas hojib ish boqarman, ijozat olib odam chiqizgan, chiqirdigan bunda xizmatchilar belgilangan. Bu xalifa xas hojib degan shu podshohning xas xizmatini qildigan, qashqa adab akirdigan, chiqirdigan shuni xas hojib deymiz. Biz xas hojibmi shu? Bir vazir darajadagi odam bo'ldi odatda. Cho'ng o'g'il. Xalifa bilan kurashchilik qilganlar shu darvozani oldida saqlab o'tirgan gap. Lekin bu xas hojib bundan birdan aslchilar uni achirib, u chiqayotgan ekan falon chisin dedi deb uni achirib bilan. Bu saqlab o'tiribdi ekan xalifa bilan kurashmoqchi bo'lib. Va ila jambi Umar ibn Hamza. Yenimda Umar ibn Hamza bordi. Ikkalan saqlab o'tiribdi ekan. İz tala'a Amr ibn Ubayd ala himari. To'satdan Amr ibn Ubayd ishkiga mingan holatda chiqib keldi. Shundan qashir gapdi. Bu xalifa bilan kurashmoqchi. Fa nazala an himarihi. Shundan bu ishkidan tushib, thumma dafa'a al-bisata bi rijlihi. Ondan sap qo'ygan bisatni puti bilan da o'rib echitib buni. Ya'ga masalan palas sap qo'ygan bo'lsa, gilam sap qo'ygan bo'lsa, ishkidan tushgandan keyin putidan da tep gilamni o'rtib, echitib, va jalasa dunahu. Ya'dilam o'tiribdi, gilamni ustidami, ya'dilam o'tiribdi. Faltafata ilayya Umaratu faqala. Shuna Umara mana shunda burilib qarab, mana bunda dedi. Ya'ni Ishaq ibn al-Fadl la tazalu basratukum tarmina bi ahmaq. Sizlarning Basra shahringlar bizga pat-pat bunda bir ahmoqdan birani chiqarib turdi. Ya'ni bu Ishaq Basrilikda, Amr ibn Ubaydmi Basrilikkan. Chunki Hasan Basri nalikda Basrilikda. Uning shogirdi bo'lgandigan bu Basrilik. Yani şu Amr ibn Ubaydni ahmoq dedilar. Yani bu tayya gilam siliqli yatsa, o'rib yatib o'tirayotgan. Shu Basridan davomli bunda bir ashkidan ahmoq chiqib turdi Rasululloh shariatidan. Fama fasala kalamuhu min fihi hatta kharaja ar-Rabi'u wa huwa yunadi. O gapini tugatmaylam, gapi og'izdan shunda chiqmaylam, shu gapni qilishilar shu hamon nima chiqdi? Xasajib chiqdi. Rabi'a degan kishi shu podshohning tajg'ishtirib chiqadigan xasajib. Va huwa yunadi. Bu Rabi'a shunda to'lab chiqdi-da bu. Abu Osman Amr ibn Ubayd. Qana Abu Osman Amr ibn Ubayd qana kirson deb-ku. Ashkalar saqlab o'tiradi-da. Endi kirishilar darhol qabul qilinadi. Saqlab o'tirmaydi. Avu ahmaq deb sifatlagan. Qala fa wallahi ma dalla ala nafsihi hatta urshida ilay. Qala degan damir kimganda? Ishaq so'zladi. Ishaq bayon qildi. Fa wallahi ma dalla ala nafsihi hatta urshida ilay. Abu Osman Amr ibn Ubayd deb to'lgan ekan, mana men demabdi.
o'ttag'aldim bo'lsa mana shu deb ko'z qo'ygan qadar u o'zini ma'lum qilmadi dedi. Fattaka yadahu atka'ahu dama fa atka'ahu yadahu. Şular uni qo'liga yo'landidi yoki yo'lib oldi dedi. Hayatı tağadan şu aşağıdan şu deb ko'z qo'ygan ekan, chaqirgan kishi Hasajib Rabi'a kelib qo'lni yo'lab bilib mangibdi. Yani qo'liga yo'lib oldi degan gap. Fa atkahu yadahu. Thumma qala lahu andan uning dabto Rabi'a dedi, "Ajib amiral mu'minin." U kishini yo'lab amirul mu'minga lavayt islasin chaqirdi dedi. Ju'iltu fidaka. Men sizga fida qilinib ketay degan. Qurbonlar bo'lay degan. Bu hamda bir izzat hurmatga munosib so'zlar. Yo'q qo'lni yo'lab, o'zini izzatlab, mansabda bilib ma'lum Famarra mutawakkian alayh. Shundan o'tgan kishilarning oldidan Rabiyaning qo'liga yo'lingan holatda o'tib ketdi. Faltafattu ila Umarata. Şundan men Amr ibn Ubayni ahmaq deb sifatlagan Umarga burilib qarab dedim deydi. Innar rajulallazi istahmaqtahu qad udkhila wa turikna. Sen ahmaq deb qargan kishi xalifa bilan uchrashga kirib ketdi. Lekin biz saqitib qo'yildik ona. Yaratmaddan odamni bu darhallam xalifa bilan ko'rishga kirib ketdi, biz kutib turdik ona. استحمقته ديان سأحمق سنغان فقال كثيرا ما يكون ذلك undaq ko'p bo'ldi. Bu odatga emas bu. Bo'lib turgan ahvol bu debdi. Fa atala al-lubsa. Shundan buni uzunni chiqdi, uzun turibdi xalifa bilan billah. Thumma kharaja ar-Rabi'u wa huwa mutawakki'un alayhi. Andan Rabi' yani Hasajib chiqdi xalifaning huzuridan. Va huwa mutawakkiun alayhi. Amr ibn Ubayd Hasajibga yo'lingan holatda chiqdi. Yani Rabi'a shuni yo'lab chiqdi-da odamlar. Va Rabi'u yaqulu ya gulam. Hasajib Rabi'a bunda degan holatda yo'lab chiqdi u kishini. Ya gulam, ey bola, malaya xizmatchi bolalarimizni. Ya gulam, hata himar Abi Osman. Abi Osmanninki ishkini darhol tayyorlig'ini akagimyaga debdi. Abi Osman degan nima bu izzatlashadi. Kunni bilan chaqirganlar. Fama bariha hatta ata bil himar. Yani uzun tumaylan fama bariha degan shu gapni qiladi. Uzun tumaylan gachchida eshakni yugurib keldi. Fa aqarrahu ala sarjihi. Shundan uni egriga obdan joylashtirib qo'ydi. Sarjigan ega. La'anallahu al-furuj ala as-suruj gaptawa yalg'anatis. Va damma ilayhi nashra thawbihi. Nashra thawbihi kiyimi? Nima? Nashr degan eshilib qolgan yoki uyam so'rli qolgan kiyimlar bo'lsa, uni yig'ib obdan joylashtirib turibdi. Tonning peshmayani sanglab qolmasin yig'ib, hamma joylashtirib obda tag'zoq qo'yibdi. Vastawda'ahu Allah. Allah'a topshirib, Xudoga omonat deb yo'lga qo'yibdi. Istawda'a degan omonat topshirdi degan. Shu nastawdi'ukumulloh allazi la tadi'u wada'i'u deymiz. Shuni Alloh topshirdi degan. Faqbala Umaratu ala Rabi'. Shuni Umar ham da Hasajib bo'lgan Rabi'ga yuzini turib debdi. Shuni gapirdi. لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل ما لو فعلتموه بولي عهدكم لقضيتم ذمامه. Siz makishni shunda izzatlab ketdinglar. Agar sizlar o'zingizning vali ahdisi bo'lgan Abu Ja'far Mansurdan keyin podsho bo'lgan vali ahdini shunda izzatlashsanglar, to'liq hurmatini ado qilgan bo'ldinglar. Yani vali ahdini izzatlaganda izzatlab ketdinglar odamlar. Zimamahu yani onun hakkını ada qilgan bo'ldinglar. Laqadaytum zimamahu. Hakkını ada qilgan bo'ldinglar. Yani sizning vali ahdinglarni munchalik izzatlasanglar, to'liq izzatlagan bo'ldinglar. Bu kishi shunda voy deb ketdinglar.
قال فما غاب عنك بما فعل به أكثر وأعجب. Rabia debdi, tek sen bilmey, kömgen, akşid boğa işler, sen kögenden bekrek eceblerlik. Masrifdeki bazı işini köydün sen, yulab açıgını köydün sen. Onun başka işini kömedin. Akşid boğa işler acayip bir şey oldu dedi. قال عمارة فإن اتسع الحديث فحدثنا. Azal paranmış imkanı bulup kalsan da sözlep paygamızga. Aldıraş olmasam sözlep paygamız edi. فقال الربيع شنان الربيع sözlep birdi. ما هو إلا سمع الخليفة بمكانه فما أمهل حتى أمر بمجلس. Halife onun bimekani degan mishakilib tuğan, lekin anılgan aman dedi. Makani degan yad o'tadi bu. İşgaldir kiliblam amrına o'tiribdi degan anlamaylar. Halife darhol bir so'rin tayyorlashga buyurdi dedi. Ma huwa illa kaza degani shunda bular bo'lmaylan darhol deyman. Fama amhala mana muhlat dedi. Darhol tutish qildi demakchi. Hatta amara bir meclisin bir so'rin tayyorlashga darhol buyurdi. Fafurisha labbudan yo'lan kigiz selindi dedi. Labbud degan kigizindi. Bu aslida kigiz selisigan turklarninki odati. Turklar yangi xaqon tikilgan chaqda oq kigizni selib, yangi xaqonni shunda o'tag'izib, podshoh tikilgan odat. Yani buna izlaganda bildirdi. Şu çağda Abbasilarmı Türklerinin olursa şurada yakınlaştırdığı ve hoğaçta Türk'ün adetini ağırdı. Yani kilgisellikler izzetlerini mutlusu. Şu esil misallarını bilsen, Jung'un esilini bilsen. Sümmen tekale iley. Şu an derhal şu ak kilgiz ya kilgiselliğin cayga üzüyütkedi şu sorumla. Vel Mehdi ma'ahu. Mehdi mi onun olan billah. Yani oğlu Mehdi. Abu Ja'far Mansur'un oğlu. Bu veli ahdisi. Mehdi mi onun olan birlikte. Aleyhi sivaduhu. Bunun kıçta kara tonu battı. Yani Abbasilarınki tonları kara ton. Aslında bir karanın ton kilga adeti var. Ananız var. Kara tonunu kaygan Mehdi mi onun olan birlikte. Ve seyfuhu. Şemşirimi billah dedi. Yani şemşiri bilan qara tonni kiygan Mahdimo şemşirni esa qara tonni kiygan to'liq ravs kiyinib tayyorlagan demakchi. Alohida bir tayyorlik qilgan holatda. Bundalar muhtamay alohida kiyinib chiqibdi. Şemşirni esa qara tonni kiyib valiahda birga chiqibdi. Summa adina lahu andan Amr ibn Ubaydning kirishiga ijozat berdi. Demek bu şunda kiliplam çıkaldan kiliplam uttağan zaman derhal buyruk çıkıplam bir sorun tayyalanlardı kigiz saldırıp veli ahdisini billah tayyatmaya çıkıp oturuptu. Derhal kirisi öndettu. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِالْخِلَافَةِ Amr ibn Ubayd Halife Abu Ja'far Mansur'ninki huzuriga kirgan chaqda xalifelik nomidan salom qildi. Assalomu alaykum ya Amiral Mu'minin degandek, ya Xalifatul Muslimin degandek xalifelikni e'tirof qilgan bir so'z bilan salom berdi demak. Sallama bil xilofa degan. Chunki bu chaqda Abu Ja'far al-Mansur Abbasilar davlati yangi tiklagan vaqt. Umaviylar yoki Hazreti Ali'nin Hasan Hüseyin radhiyallohu anhu'ning avlodlari ular inqilob qilayotgan chaqda. Shunga endi ba'zi ulamolar xalifelikni e'tirof qilib salom bersa bu boshqa bo'ldi. Xalifelik e'tirof qilmay salom bersa men sen qarshi qo'zg'alansizlar billah deganini aytolib. Shunga bu hamda xalifelik nomi bilan salom qildi. Yani xalifadan e'tirof qilma, sen qarshi chiqmayman deganini bildirdi bu. Faradda alayhi salamini ilk aldı. Ve ma zala yudnihi hatta atka'ahu fakhidahu. Salamini ilk alındaki o kaslar yakın ottaslar, mayangarak kaslar da yakın keltirib buni ahirinde onun yurtsuga yo'landirib o'tiribdi. Shundan namda chaqishib o'tiribdi deydi. Bek izzatlabdi buni. Ve tahaffa bihi naitba qarshapdi. Voy kaslar qanda avvallar mutakallim so'zini ishlatib biz o'tgan darsda o'qidik al-hafawa. İhtifa deymiz. Qizg'in qarshi oldi degan ma'noda.
ثم سأله عن نفسه عندن özünün ahvalını soraptı ve an ayalihi balçaklarının ahvalını soraptı yusemihim rajulan ve imra'atan balçakları ayet tavabatın sike hemmelerinin birden bir ismini atab ahvaldır o falan ballarından tutulma o böyle kaşkapaz Çilik matılık tulma balçaklardan tulma bu anda bak izzetligenlikni bildiradi. Ko'ngil bo'lib izzetlab. Sonra qala ya Aba Osman, izna. Aba Osman degani izzetligenlik. Kunyat bilan chaqirish, izzetlashni qo'yish. Bizga bir aytib paslar, nasihat qilsa bizga yetmaydi. فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ومر فيها إلى آخرها آخر قدر شو سورة أخته وقال إن ربك يا أبا جعفر لبالمرصاد وهذا يتر شنو أخبرناكن يا أبو جعفر حقيقة سنن پروردگارın seni küz tutturdu nazaret tutturdu بالمرصاد diyen küz tutturdu demek قال فبكى المنصور بكاء شديدا şuna bu vazifelerini Allah'ın iken Halife el-Mansur qattiq yig'lab ketibdi كأنه لم يسمع تلك الآيات إلا تلك الساعة. Bu doğan aş ayetini burun anlap bakma şu çağda yeniden anlavatqandek ta'sir qilib ketib yig'lab ketdi dedi. ثم قال زدني hadi yana jiqraq nasihat qilsa debdi. فقال إن الله أعطاك الدنيا بأسرها. Allah Taala sana dünyanın hemmini dedi بأسرها degan. Hemmini berib etdi. Feşter nefseke minhu bi ba'daha. Şuna aş dünyanın bir kısmını heclab, bir kısmından üzerine setib algan. Yani dozaq o'tidan azat qilib atmoq. Wa'lam bilginki anna hada al-amr alladhi sara ilayka sen qulanga o'tib qolgan bu ish yani xalifalik mushmansab inma kana fi yad man kana qablak. Sendan ilgir bo'lganlarning qo'lda bo'lgan bu ish. Burunqi xalifal tutgan huquq bu. ثم أفضي إليك أندن سن قلانغا يتib keldi. أفضى diyen tutashdi, yetti diyen. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بعضكم إلى بعض diyen bir-birinizga yetken dedi. Yetken. وكذلك يخرج منك إلى ما هو من بعدك. Shundaqla bu senin qulağından chiqib, senden keyingilarga yo'tkildigan huquq bu. Menga qulağında turmaydi. Ve inni uhaddirka leylatan tatamakhadu sabihatuha an yawm al-qiyamah. Hakikaten men seni şunda bir keçidin agahlandırmanki, o keçin subisi tolga qiyab, tatamakhad degan tolga qiydi. Tolga qiyab qiyomat kunini tug'di. Yani yana bir kun tug'ilganda. Demak shu bir kecha bo'ladi, bir kecha bo'lgandan keyin bu kechani aytganda qiyomat kuni kelib qoldigan shunda bir kechani ogohlantirma demoqchi. Qala fabaka ashadda min bukaihi al-awwal. Sonra bu nasihatni olgandan keyin burunqi yig'isidan qattiqroq yig'lab ketdi xalifa. Hatta rajifa janbahu. Bu ikki beqini titrab ketdi. Bunda g'alg'al titraganda qilib ketdi. Rajifa degan titirgan, tevrengan. Rajifa deb bor Qur'on Karimda. Va tarjufu rajifa, tatba'uha ar-radifa. Faqala lahu Süleyman ibn Mujalid yig'lab g'alg'al titirganda tevrenib ketgandan keyin Süleyman ibn Mujalid debdi. Yani Süleyman ibn Mujalid hozir Amr ibn Ubaydga da'vatdi. Rifqan bi amiril mu'minin. Amiril mu'mininga sal yumshoqroq bo'lsa, asrislar demoqchi, rifqan. Amiril mu'mininni sal asrislar. Masalan, rifqan bil qawarir dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Faqad at'abtahu mundu al-yawm. Amiril mu'mininni asrislar. Bugun atganning yog'i, atgandan beri uni qattiq charchitib qo'ylar. Farafa Amrun ra'sahu va qala lahu man anta? Bu charchitibsizlar Amirul Mu'minin asrislar deb oqsoqollik qilgan degan abraydan. Amr ibn Ubayd da bizlardir sen kim bo'lsa dedi. Faqala Abu Ja'far awla ta'rifu ya Aba Uthman?
Ebu Osman bunu siz bilmemla, tanımamlı buna. Qala la, ya tanımayman. Ve la ubali alla a'rifahu. Bilmesem mi parva etmek bununla? Bilmesem mi buluptu? Bunu bilişim çok bilişemez. Faqala lahu hada akuka Süleyman ibn Mujalid. Uzun karındaşları Süleyman ibn Mujalid. Süleyman ibn Mujalid Halife Ebu Cafer el-Mansur'un ki imamdaş bir tuqini. Uzun inisi olarken o inileri Süleyman ibn Mujalid. Yani onu kam demek lazım. Buradan Ebu Osman Amr ibn Ubayd ibn Muz'un tuqindek, tuqini olarken Mahmud'un tuqini olduğundek. Bu Ebu Cafer el-Mansur nayet üstü siyasetçi. Katta siyasi liderlerimiz tarihte. Abbasiler devletinin ulunu müştağı. 5. ceryanında. Kâli müşşem mısı? Siyaset. Fekâle hâdâ akü şeytan. Bu şeytanın kardeşi ki bunun kardeşi olmaz. Veyleke yabna Mujalid. Mujalid'in balısı isi sana. Hazanta nasihataka an emiril mu'minin. Sen nasihatını samimi, kuyunip mesafirişini oyap emiril mu'mininge sunmapsa. Yani amba kaçılıpsa degende hazanta. Nasihat kılmay, samimi nasihatını sen oyap kapsa demek. Nasihat kutusan olmamtır dedi. ثم أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصيحته. إذا نصيحة قمة başka nasihat kılaydıysa sen bununla arası kırılıp tuzkuluk kılmaksın. Ya emiral mu'minin, ey müminlerin amiri, inne haulâ ittehadûke sullemen li şehvâtin. Ağla, yani şu vezir huzuraları, meslakçının ne demek ki? Özlerine şehvetler için şoğut kılığında. Yani özünün maksatı yetiş için sizni şoğut kılıp faydalanılan sizden de. فَاَنْتَ كَالْآخْدَ بِالْقَرْنَيْنِ. Şuna sizler xuddi qo'ydan ishki muvzini bunday tutib turgan kishidek, ya kalini ishki muvzini tutib turgan kishidek, avli bo'lsa va g'ayruka yahlibu, boshqa bo'lsa ustini sig'ib ichayotgandek. Ustini sig'ib, buni qaynotini aytganlar, avla sizga nasihat qilmaymiz, shunda pul to'plab, mol dunyo to'plab nima qiladi. Sizlar bu pul mol dunyodan foydalanmay, shu boshqalarga qarab shuni tayyorlab qilgan bo'lib qoplar. Yani mantığını başka ise sen tuntalayalım da kaplar. Fa innaka meyyitun wahdak. Sizlar özler yalnız ölüler. Ölgen çağda yalnız ketilib bu dünyada. Ve muhasabun wahdak. Yalnız hesap kitap kılındıgan kişi sizlar. Ve meb'uthun wahdak. Yalnız kopula kıyamet günü. Yani tirilib kopasın dedim bak o ha. Ba'sa. İnnallaha yeb'athu men fil qubur. وَلَمْ يُغْنِي عَنْكَ هَؤُلَاءِ مِنْ رَبِّكَ شَيْئًا. Ağla sizin şu halifelik mensepten faydalanıp halkını ezip haqsoq qilib kıyamet günde hesap kitap günüde sizini Allah Teala'dan qo'dab qo'lanmaydi, daldolanmaydi ular. Faqala lahu Mansur, şuna Ebu Cafer Mansur onu debdi. Ya Ebu Osman, yani nasiliqa ya Ebu Osman. A'inni bi ashabika asta'in bihim. Ashabi diyen şagirdleri, etraf hemraları bence. Bunun katta bir alim. Bunun şagirdleri, ergeçkişleri var. Şagird ergeçkişlerine hemmini ekidip, bana hemdemli bolsa, men aşulunun yardımına erişeydim. Fekala lehu ittabi'al haq yetba'atka ahluhu. Sizler hakkı erişmanslar, hak ehli olan kişiler sizlerge erişidir. Sizler razı bolsalar, onu ayaklardı, emkarlaşıp durup ne kılmışamma, onu öz zikrini sizlerge erişitti. Qala balagani enne Muhammeden ibn Abdullah ibn al-Hasan ketebe ileyke kitaba. Yani hakiki maksat ne mi ya da? Bana yetti ki Muhammed ibn Abdullah ibn al-Hasan özlerine bir mektup yazıptırmış. Muhammed ibn Abdullah ibn al-Hasan Al-Hasan müşahede Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuma. Hasan radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed. Yani bunu tarihte Muhammed en-Nefs-i Zekiye de ataydı. Muhammed ibn Abdullah ibn al-Hasan'ın namı en-Nefs-i Zekiye. Bu Ebu Cafer Mansur
Abbasiylar xilofatini tiklagan chaqda Abu Ja'far al-Mansurni ilgariga as-Saffah Abbasiylar xilofatini tiklagan chaqda o'zi va qarindoshi Ibrohim bilan bu ikkalan ansirab qolgan. Bu hamda siyosiy faoliyat qilgan bo'lgan ekan. Bu xalifa men qarshi chiqdi bo'ladi deb bizni jo'shtiryapmisan deb ansirab, bu Hindiston ko'rib, Hindistondan Yaman ko'rib, Yamandan Madina kelib, yo'shirinib bunda nima qilish ekan. Lekin Abu Ja'far al-Mansur shu joyda bu ishlarni jo'shtirish uchun boshqa turayotgan chaqlar. Abu Ja'far al-Mansur. Şu anda bu ulamalar aşu to'planchilar bilan til biriktirib, hamkorlashib qolmasin deb ansirab, ma ulamalar asa shogirdlar bilan o'zining safiga tortib mayl qilish uchun qilayotgan ish. İmam Abu Hanifa, İmam Malik ilmo Muhammad an-Nafs Zakiyani qo'llaydi. İmam Abu Hanifa. İmam Abu Hanifa'nın o'sha Abu Ja'far al-Mansur o'ktirib o'tgan. Qazolab berganda zo'lab, ankin urib ba'zi rivoyatda zahar ustida o'tirib o'tgan. O'sha Abu Ja'far al-Mansur, hozir o'sha ishlanmasa, inqilobchini qo'llab-quvvatlaydigan ulamolar voy gazitda nima qilib bizda bilgan bularni voy nasihat qilib erib ketgan bular astabda shunga mutatsidi bor. Yolg'on deganmaydi. Bu Abu Ja'far al-Mansurning o'zi ubdadimdi. Gerçekten siyasetçilerin qilmishlarini bo'lsin, lekin o'zi yaxshi odamlar qatoridan. O'zimi katta adib olimlardan birisi. Lekin siyosatga shu. Siyosatga shunda la'anallohu fi'la sasa va yasusu va mashtuqqa min zalik degan so'z chiqdi. Fi'l sasa yasusu. Mudara yasus chiqdi. Sasa yasusu ve meştukka min dalik. Es-sais, siyasiun, siyasetçiler, bu dinin aşı türlengen sonra hamgilerini kıyson. Muhammed Abdu'nun sözü bu da. La'anallahu fi'la sasa. Sasa diye fi'l-madi. Sasa yasusu ve meştukka min dalik. Bu Muhammed Abdu'nun sözü bu da. İsimli kızı. Muhammed ibn Abdullah ibn Hasan özlerge bir mektup yazıptmış. Şundan vakit buldum. Qala qad ja'ani kitabun yushbihu ve yakuna kitabahu. Mana şunun mektubiga o'xshaydigan bir mektup keldi. Qala fa bimada ajabtahu? Daza nimda javob yazlar bunga? Qala awalasta qad arafta ra'yi fi as-sayf ayyama kunta takhtalifu ilayna wa anni la arahu. Fis-sayf degan xalifaga tig' ko'tarib chiqish, ya'ni isyon qilish, to'plan qo'zg'ash degan gap. Xalifaga qarshi chiqish degan, qurol ko'tarib chiqish. Xalifaga qurol ko'tarib chiqish masalasida mendan dars ilayotgan chaqlarda mening ra'yimni usmullimo, ya'ni o'sha Amr ibn Ubayddan dars o'tganda taxtalifu ilayna degan mening bashimga kelib turgan chaqlarda, ya'ni darslar shikildan ekan. Mening qo'limda o'qigan chaqda hokimga qurol ko'tarib qarshi chiqish masalasida mening qanday qaraydiganligimni bilmildimmi? Men unda qurol ko'tarib chiqsa bo'lmaydi deb qarayman emasmi? Amr ibn Ubayd. Qala Amr ibn Ubayd awalasta qad arafta ra'yi fi as-sayf. Chalma Amr ibn Ubayd datidazir. Xalifa Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan sizga hadisda, yani bu to'plamchi, men qarshi to'plamchi, sizlar aloqalashibdimiz, sizga xat yozibdimiz. Yani kan shunun xatidagi bir xat keldi desa, bo'ynimda javob bezlar. Yani men to'plamchi bilan ish birlik qilib, hokim qarshi qiladigan nimam yo'q. Sizlar buni billah qo'limda dars o'qigan chaqda mening qurol ko'tarib hokim qarshi chiqmaslik qarshim borligini siz billah. Ve ben bunda da qaramayman. Bunda olgan onlarni ish birlik qildigan, hamkorlashganda ansirab qolmaslar demoqchi. Qala ajal, shunda rasman bildim sizlar unda qarashlar yo'q sizning. Walakin tahlifu li liyatmainna qalbi. İbrahim Hasan degandek dedi. Qala bala walakin liyatmainna qalbi. Xotirjam bo'laman. Bu siyosetchi degan shunday. İşensimi xotirjam bo'laman. Lekin dilim aram tepish uchun, xotirjam bo'lish uchun unga qasam qilib qo'ygan bo'lsalar. Bu ustoz ekanmi? Ha? Qala la in kadabtuka taqiyatan la ahlifanna laka taqiyatan. Men sana madara qilib taqiya degan madara qilib
yolg'on aytadigan bo'lib qolsam, yana madora qilib qasam qilaverma. Hadi masalan, qurolli qarshi chiqish ishida to'planishdan ish biri qilmayman degan so'zimni yolg'on aytgan bo'lsam, qasam qilib ba'zan yolg'onni qasam qilib beraverma. Baribir debdi. Taqiya degan madora qilib boshqa ish ko'rinishgan bo'ldi. Mashiyaning taqiya qilish emasmi? Taqiya illa an tattaqu minhum tuqah. Ya'ni shuning ziyonkashlikdan saqlanish uchun boshqasiroq bir gapni deb ko'rinishgan. Taqiyaga ittiqolgan saqlanish, dalda qilish. Yani men Qur'on ko'tarib xalifaga qarshi inqilob qilib bo'ladi deb qaraydigan bular. Yani sizni unda desam, o'tiritaman deb yolg'on aytgan bo'lsam, albatta yana shu qo'qab qachon qilib deslar, qachon qilib beravermayman. Nagi ishonsa demoqchi. Qala lahu anta sadiqul bar. Siz zot rasidilgan yaxshilik qilgan shuna bir zotsizlar. Uni ishonsam bo'ladi demoqchi. Vaqad amartu laka bi 10,000 dirham. O'zlariga men 10,000 tanga tartiq in'am buyurib berdim. Tasta'inu biha ala zamanik. Zamanning qiyinchiliklariga qarab turmushlarga ishlatala. Yani ular bu o'ziga qaratmoqchi. Ha? Men qarshi harakat qatnashgan musulmonlar so'rab o'ziga qaratmoqchi. Faqala la hajata li fiha. Ehtiyojim yo'q bunga. Faqal Mansur wallahi la ta'khudannaha. Abu Ja'far al-Mansur qasam qilib, Alloh qasam zot olmay qo'ymaysiz, olsa debdi. Qala wallahi la aghadtuha. Darik zamanlar la aghadtuha. Ammadim zot buna Alloh qasam. Qandaqullah. Faqala lahu al-Mahdi yahlifu amirul mu'minina wa tahlif amirul mu'minin qasam qilsiz, sen qasam qilamda. Yani sen tam turan amirul mu'minin bilan demoqchi. Fataraka al-Mahdi. Bu gapni Mahdi qilishni ama Abu Ja'far Mansurning o'g'li vali ahdisi qildi. Lekin Amr ibn Ubayd Mahdiga gap qilishmay kichik bola. Abu Ja'far Mansur gap qildi. Faqala man hada al-fata? Ma bola kim bo'ldi? Ma yigit kim bo'ldi? Sen kim bo'lsadimi ha? Abu Ja'far Mansur so'radi. Kim ma bola? Faqala hada ibni Muhammad. Bu mening o'g'lim Muhammad. Mahdi degan laqabi. Xuddanda oxir zamonda chiqadigan Mahdi mushu balam bo'lib qolsin degandek shu Mahdi deb atagan bo'ldi. Mahdi deydigan rivoyatlar bor. Oxir zamonda shunda bir chiqdi degan. Shuni arzu qilib qo'yib olgan bo'lsinki Mahdi deb laqab qo'yib olgan. Bu mening o'g'lim Muhammad, ismi Muhammad uni. Va huwa al-Mahdi. Ay Mahdi degan shu nom qo'yilgan o'g'lim mushu. Va huwa waliyul ahd. O yana vali ahdim. فقال والله لقد سميته اسما ما استحقه بعمل. Allah bilan qasamki sen uningga bir ism qo'yapsanki, shunda bir ism qo'yapsanki, u bir natijani qo'lga keltirib, deya tirishchilik ko'rsatib erishgan ism emas u. Shundan to'kil qo'yib qo'yasiz. Yani Mahdi degan ism hozir, Mahdi degan ism bu bir ishni qilib, u yerda jang kurashni qilib, palvonlik qilib, bunga qo'l keltirgan og'in bir ataq emas. Daruslar qo'yib qo'ygan ataq. Sen unda bir ism qo'yib qo'yibsan. Buni bu o'zining tirishchilik bilan qo'lga keltirmadi bu ismni. Va albastahu labusan ma huwa min labusil abrar. Sen unga solihlarning, yaxshilarning kiyimidan bo'lmagan kiyim kiyibsan. Bu qora kiyimni kiyib, bir xil yasam olgan ekan. Bu solihni kiymaydigan dunyo ahli qasmi kiygan kiyimni kiyibsan bunga. Wa laqad mahadta lahu amran amta'u ma yakunu bihi ashghala ma takunu anhu. Mahadta lahu amran amta'u ma yakunu bihi ashghalu ma takunu anhu. Sen onunla şunda bir işin tayyorlatsan ki, yani xalifalikni tayyorlading demakchi. Shunda bir ishni tayyorlatsan ki, u ash xalifalikdan nada go'zir oladi bu. Foydalanadi. Xalifalar yayraydi. Nima? Amta degan tamattu degan. Bak go'zir halovatda yayrab foydalanadi bundan. Ashghalu ma takunu anhu. Lekin ash xalifalik vazifasini o'rinlashtirda bu faqat uning to'g'riligi başka ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketgan shuna bir vazifani tayyorlab sardi. Ya'ni o'zining vazifasini o'rinlamay,
Lekin uni qaytilishini tas paylandigan unda bir xilofatni shuni tutib qo'yibsa deydi. Anda ulama yoki ustozlar shogird ikkisi anda paramlashayotganda u so'yma bola qo'shildi. Ya ulamaga nasihat qiladilar. Bu xalil qasam qilsam qasam qilaman u degan ekan, bu adabsiz ekan. Onun qartamidan o tekkizib qo'ydi. Qala al-Mansur ya Aba Osman. Mansur yani siyosiy bo'lgan ekan. Yana muloyimlik bilan unda qisliq bilan ey Aba Osman, hal min haja. Biz qildigan bir xizmat bormi, ehtiyojlar bormi biz qamdaydigan? Deslar. Qala na'am. Ha ba. Qala ma hiya? Nimiki o desa? Qala alla tab'atha ilayya hatta atika. Men sening qishingga kelmaguncha menga adam vermaysan. Mening ajitim shu. Men chaqirib keldim bu yerga. O'zim kelsin kelaman. Bo'lmasa adam verma. Qala idan la naltaqi. Biz uchrashamayl ekanmiz. Siz kelmay turib vallah adam vermaysan. Nolkin biz ko'rishamayl ekanmiz. Qala an hajati sa'altani. Sen o'sha nima aytdim deb so'rabdim. Aytdim dedim shu aytdim shu. Deb qo'yib, summa vadda'a, ondan vidolashib va nahada. O'rindan dastuda. Falamma walla bu ketgandan keyin atba'ahu basarahu. Abu Ja'far al-Mansur ziroqdan uni qarasi yo'qolgan qadar qarab turdi dedi. Ya'ni chiqib ketayotgan chog'da oxirida qarab turibdi. Qarab turib, va ansha yaqul mush baytni o'qibdi. Kullukum talibu saydin. Hammalar bir o'ni qo'g'lab ketayotgan shikarchilar, ha? Kullukum yamshi ruwayd. Hammalar asta manslar edi. Hammalar o'ni tutimiz deb qo'g'layotganlar. Hammalar asta manslar edi. Asta manslar. Ruwayd degan asta aldirmay. G'ayra Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd lam kana qo'lab mandan kishi qavm hammalar aldirmay manslar. Yani Amr ibn Ubaydni alayda maqtab. Ya bu ustoz ekan, ham to'plansalar bilan til biriktirib qo'llab qolmasin deb o'ziga ma'yil qilish uchun ag'voyda izzatlab qo'ysa alayda so'rinni qilib yaqin o'tdag'ini qilashamiz shu. Xalifalikka qarshi ishga qatnashib qolmasin. Subhanallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Shunga yal baba. İslamda hayızlarını başlamışlar. Balı ve sonra Muaviye radıyallahu anh Yezid'ni şu çağında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde kaldığı 30 yıl Hilafe Raşide buldu. Ondan mülk adud buldu. Padişahlık buldu dedi. Şu padişahlıklar mı şu? Muaviye radıyallahu anh'ın keyin Yezid'den başlamadı. Bunlar da hükmü ve şeriatı yol koyulandı mı ya? Bu aslında da özünün balçaklarını veliahd qilishga yo'l qo'yilmaydi. Rasulullohda o'qimagan, tuqqanlardan birisini o'qimagan. Bundan keyingi Rashid xalifalarni unda qilmagan. Hazrat Umarmi bo'lgan Umar oilasining shu biraydan shu edirchilikni ko'tarsa yetar deb bolasini qilmagan, boshqaning bolasini qilmagan. Nima islom sunnati ya qoidasida bolasini shu oilaning o'zining bolasini qo'yish yo'q. Emruhum şura beynonda ayında mesleğe kılıp kenarşını ya saylamak güzel mesela. Ya ki aşında parlament azaları şular numuqlarını iş kılıp qandalım olursun bir xil mesleğe kenarş esasında tıklaydı. Baldırğanda menes kaldırış şu İslam'ın usulü. İslam'ın İslam nemin yuqurun kamda var mı? Padişah ya ki dinliler gibi. Ya hakimlik umasta hakim yuqori. Lekin bu ulama şu bir kişilik fuqaro hisobida. Agar bu ulamoning manda parlamentda aqsaqallar kengashi palatasi bo'lsa, kengash palatasi bo'lib, nima qilsa bu andin podshohga besim qildigan, yoki ma'lum besim qildilar, besim qildigan bir nima bo'ldi. Organ bo'ldi. Degan u bir olim o'zining shaxsiy bir unda ustun turgan narsa. Nasihat qildi, lekin Sizin müşterek olursa şahit müşterek. Makine devamında mesela inşaatını yolgalatılar. Olur.
Padişah maşallah çıkardı. Bu anda onu alıp beyat qilgan. Yani bu yerda azlar o'zi hokim bo'lgan bu asubini kirib ustoz tutgan ekan, sulh tarafdan a'lon ko'rsatmasga, yetaklashiga qarab mangdi. Nolkin bu azar huquqi azar bir tarafdan kirib o'tib ketgandek tushdi. Ya tuz turgan, o'ttiz bo'ldi. Birganda hakimmi, qozi deydi, qozi var. Bu hakim başka kurallardan başkasında davalışlarla aldı. Aş hakim yani şu qozilikni bo'ysundu. Hammadan qozini oldilar, o'xshash qurayisada javobgarlik tortildi. Bunaqa mesela mayamlar sot deymiz o. Bunu sotçunun elimizden yok. Ha, sotçunun kuruldu. Çünkü bu sotçunun oldida padişah bilan reis bilan adatga darvozaga narkesh o'xshash qoldi. Davolashib qolsin. Hasan radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed. Muhammed bin Abdullah bin Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma. Bu en-nefs Muhammed en-nefs zekiye diyen kişi şu. Şunda namağın kişi. Bunların davrında Umayyiler davrında Abbasiler inqilab yapıldı. Halife karşı çıktı. Yani Hazreti senin ailesiyle Abbas'ın cemaatinden birleşip Beni Umayye, Muaviye radıyallahu anh'ın cemaatinin hakimiyetiga karşı birlik kurashib kelgan bular. Bir satda. Endi bu Abbaslar nima olgandan keyin xilofatni, endi yana Alavilar yana bundan qarshi harakat qilgan. Umayyilar, Alavilar qarshi harakat qilgan. Bu Abu Ja'far Mansur hammani jo'shtirib pakis tazbirdi. Abu Ja'far Mansur bo'lgan joyda Abdurrahman ad-Daxil Saqr Quraysh deb nom olgan Ispaniyada Umayyilar davlatini qurgan yashiga o'shanidan yolg'iz qochib berib o'sha davlat qurgan Ispaniyada. Saqr Quraysh deb nom olgan. Yani 19 yoshli bir yigitdan. O'sha Abu Ja'far Mansur shu Umayyilar davlatini yiqib, o'zining shu hokimning qilib qo'ygan erlarni qarshi qoldi, mana degan bu yerda qo'llab o'tirib nurgancha bu daryoga Furatga, Dejlamo Furatmo daryoga sakrab qochib abidni qo'llayotgan chog'da bu shu uzib daryoning o'qatga o'tib shu mangancha Misr, Tunis, Jazoir, Marakash berib, bu yerdan Ispaniyaga, Andalusga berib, aşağıda Umayyilar davlatini yolg'iz bir. Ondan qaqqallarni hammani nima kirib Abu Ja'far Mansur. Hazreti Ali'nin avlodimi qarshi chiqqanlar Zeynul Abidin deymiz, Muhammad an-Nafs Zakiya, İbrahim, u bo'lgan har xil nom al-Ashtar masalan. Shu nomini birlar bunda qo'llab yurib, bu da qochib Hindiston bo'lib, bu yerdan Yaman bo'lib, astan Madinaga ba'zi odam to'plab qo'yishib, bu yerdan Medine'yi bastırıp bırak, Muhammed'in nefsi zekiyene Medine'de ötürürken. Canlı. Ve nasıl sizler intikam Hukuk. Xilafat. Hayır olmaz. Xilafat olsun. Biz zaten bu halife ulaştırdı. İmam Ebu Hanife, İmam Malik'lama Muhammed'in nefsi zekiyene kullayla eskiyecek. Bunda qilishi o'yini qilganini Allohning muvaffaq uchun yani. Birinchidan nima xalif bo'lganlar, fisq fujur, ayshi siratlar, shariat hukmini rioya qilmagan, mol dunyo to'plab, baysilikni bunday xiyollar qildi. Birinchidan Rasulullohning avlodi bo'lgan. Nima bu so'zda ular shuni tanlagan. Shuna Imom Azam kuchi bilan hamkorlashib musulmon ba'zi iqtisodiy jihatdan pullardan qilgan nimani qilgan. Keyin balki Abu Ja'far Mansurning o'sha nimani o'ltirishga sababmi? Imom Abu Hanifani. Tarixdan o'zgarib qolgan, ya'ni qilgan deydigan gap bor ekan, ko'chlab tekshirib kelsak, Abu Ja'far Mansur Imom Azamni sen qozi bo'lib qolgan deb turadi. Lekin bu siyosiy jihatdan Abu Hanif qarshi bunga. Bu hokim qarshi. Hakim qarshi hakimning qo'lida qozi bo'lamdi. Bo'lmaydi. Rad qilgan ya engan turmushlar qishlar urib zahar o'tirib to'ydan ko'tarib bilan dinasini ko'mbatgan. O'tirayotgan yani.
Demek şu özgü karşı çıkan siyasi yollarını ölüm haline onu kullap koydular. Buna bir Abu Muslim'in Khurasan'ı ne çıksagan Abu Cafer Mansur. Çıksa en ahırda özü ensirap kılıp general, Orta Asya'da general çoğun general. Akhirine bunu öttüretken. Öttüretken fında öttüretken zaman Bağdat'ta şarkı kılıp ya şu çaldıkken de payitahtı ne olsun, Samarra olanı ne olsun. Şarkı öttüretken bu Abu Muslim'in Khurasan'ın ensirap kaldı. Şu gazı kılsın ki mümkün bu kırıktek çattas çaparmalının muhafızatçılarından kelgende kasırga Bağdat. Kelgendikken bu her bir darvazda o 40-50 darvazda ötep çıkılanlarını bulganda her bir darvazda birden içkidin muhafızatçısını kaldırıp ep kaldıkken Abu Cafer Mansur Sonuçta Çiliği verirken bu 38, 37, 35, 30, 28 mında kaptılar. En ahırda Abu Cafer Mansur'un köşeşigen çağda, şundan ulusigen çağda Abu Cafer Mansur şunda bir işaret kılışılan töttürüp baş ok yere eden bütün kolan olsa öyle. Şunda bir işaret kılışılan vasvasası ok tutulan bunu şu yerde ötürüp andın bir kudukma bir jayakma tındırıp amin Allah. Şundan coşturdu. Siz onun yakınlarından nereye yapıyorlar? Siyaset diyen bundan gelmiş ama özü akşadan bozmuş siyasette onlardan kılamadı adamın buzurluğuna. Mesela şu Osmanlı İmparatorluğu'nun şu sultanlığı var. Sultan Ahmet değmez, Bayezid değmez, Muhammed Fatih değmez. Hem mesela büyüklerden nurunu ötürüyor. Muhammed Fatih'in büyüklüğünün neticesini ötürüyor. Siyaset. Çok müstesnin küçük işi var. Bunun müstemde. Ayda bir aşkını öttemsek, toplansız kozulup çıkıklarsa devlet iki taraf bulup nurgun adam kırış, netçi milyon adam bile bir doğru. Doğru deyilgan mısın? Çoğu padişahların özden açmış tutallarına taht kalış niza peyda oldu da en sıra ötürüyor. Bu Süleyman Kanuni'ninki dadısı, Bayezid mi, Kayzbisi özünün güçlüğünde 19'unu ötürüyor. Bersene bu vakti olganı çağda ötürüyor. Çok azmanlar. Ya. Taht alışıyor da. كذلك يخرج منك إلى هو من بعدك. لا من هو بعدك. من هو؟ إلى هو من لا من هو بعدك. Yani kıza بعدك doğru konuşma. Doğru konuşma. من هو؟ تسع. كان بلد. واسع.